Salom hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizga shunday muhim yangilikni aytmoqchimanki, bu har bir nafaqaxo'rning, ayniqsa yaqin yillarda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan yoki hozirda nafaqada bo'lgan har bir fuqaroning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgina ma'lum bo'lishicha, nafaqaxo'rlar uchun qoidalar tubdan o'zgarmoqda. Bu o'zgarishlar shuncha kichik tuzatishlar emas, balki butun tizimga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan yangilanishlardir. Aynan shu sababli sizdan ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni iltimos qilaman. Chunki men sizga har bir tafsilotni tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni bilish nafaqat sizning kelajagingiz, balki yaqinlaringizning ham moliyaviy barqarorligi uchun muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Ishonchim komilki, bu videomiz sizni befarq qoldirmaydi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalo, nafaqa tizimining o'tmishiga nazar tashlaylik. An'anaviy tarzda nafaqa hisoblashda asosiy e'tibor mehnat daftarchasidagi yozuvlarga va har bir ish joyidan olingan daromadlar haqidagi qog'oz ma'lumotnomalarga qaratilardi. Bu jarayon ko'pincha murakkab va vaqt talab qiluvchi jarayon edi. Ish stajini tasdiqlash uchun ko'plab hujjatlar yig'ish, ba'zan arxivlardan ma'lumotlar qidirish kerak bo'lardi. Daromadlarni tasdiqlashda esa ko'pincha so'nggi 5 yildagi ish haqi eng muhim rol o'ynar edi. Bu shuni anglatar ediki, agar biror kishi faoliyatining boshida yuqori maosh olib, keyinroq kamroq daromadga ega bo'lgan bo'lsa, uning nafaqasi oxirgi yillarning past daromadiga qarab hisoblanishi mumkin edi. Bu esa haqsizlikdek tuyulardi. Nafaqaning avtomatik indeksatsiyasi ham har doim ham tezkor va shaffof emas edi. Ba'zida odamlar o'z nafaqalarining oshirilishini uzoq kutishga majbur bo'lishardi. Eng muhimi, tizimning o'zi juda markazlashgan va inson omiliga bog'liq edi. Bu esa ba'zida xatoliklarga yoki byurokratik kechikishlarga sabab bo'lardi. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Hozir nima o'zgarmoqda? Yangi qoidalar nafaqa tizimiga tubdan raqamli yondashuvni joriy etmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa hisoblashda inson omilini minimallashtirish va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali shaffoflikni oshirishga harakat qilinmoqda. Hukumatning maqsadi nafaqa tayinlash va hisoblash jarayonini soddalashtirish. Uni fuqarolar uchun tushunarli va adolatli qilish. Endilikda ish staji va daromadlar haqidagi ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tarzda yagona elektron bazalardan olinadi. Bu shuni anglatadiki, sizga endi mehnat daftarchasini qidirish, ish joydan ma'lumotnoma olish uchun yugurishning hojati qolmaydi. Barcha ma'lumotlar sizning shaxsiy kabinetlaringizda, masalan, mybank.gov.uz portalida mavjud bo'ladi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu nafaqa hisoblash metodologiyasining qayta ko'rib chiqilishi. Endi nafaqa faqat so'nggi yillarning daromadiga bog'liq bo'lmaydi, balki butun ish faoliyatingiz davomidagi o'rtacha daromadlar hisobga olinadi. Bu esa nafaqaxo'rlarga adolatliroq nafaqa tayinlash imkonini beradi. Uchinchi yirik yangilik nafaqalarni avtomatik indeksatsiya qilish va qayta hisoblash jarayonining optimallashtirilishi. Endilikda pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar yoki iqtisodiy vaziyatga mos ravishda nafaqalar avtomatik tarzda hech qanday murojaatlarsiz qayta hisoblab chiqiladi va oshiriladi. Bu nafaqaxo'rlarni ortiqcha yugur-yugurlardan xalos etadi. Ushbu o'zgarishlar albatta juda katta va ular har bir nafaqaxo'r uchun yangi imkoniyatlar va ba'zi jihatdan esa yangi chaqiriqlarni yaratadi. Keling, bu o'zgarishlarni yanada batafsilroq ko'rib chiqaylik. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa yo'q, hurmatli do'stlar. Ushbu bo'limda biz yangi qoidalarning mohiyatini chuqurroq o'rganamiz. Bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlarni, kimlar e'tiborli bo'lish kerakligini va kimlar uchun bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmasligini tushuntiraman. Nimalarni bilish kerak? Eng asosiysi shuki, endi nafaqa hisoblashda asosiy e'tibor yagona elektron tizimlardagi ma'lumotlarga qaratiladi. Bu tizimlar sizning ish stajingiz, ish haqingiz va ijtimoiy ajratmalaringiz haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi endi sizdan ko'pgina qog'oz hujjatlarni talab qilmaydi. Bu esa byurokratiyani kamaytiradi va jarayonni tezlashtiradi. Endilikda sizning ish stajingizning har bir davri, har bir korxona yoki tashkilotdagi faoliyatingiz avtomatik tarzda qayd etiladi va nafaqa hisoblash uchun asos bo'ladi. Agar sizda 2005 yildan keyingi ish staji bo'lsa, u deyarli to'liq raqamli bazalarda mavjud bo'lishi kerak.
Ammo 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun hali ham ba'zi nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Chunki o'sha davrdagi ma'lumotlar asosan qog'oz shaklida bo'lgan. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish staji haqidagi yozuvlar tartibsiz bo'lsa, ba'zi davrlar uchun yozuvlar umuman bo'lmasa yoki qandaydir xatolar bo'lsa, siz diqqatli bo'lishingiz kerak. Misol uchun, ba'zida korxonalar bankrot bo'lganida yoki qayta tashkil etilganda xodimlarning hujjatlari yo'qolib ketishi mumkin edi. Bu holatlar endi dolzarbroq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday rasmiy shartnomasiz ishlagan fuqarolar ham xavotirga tushishlari mumkin. Chunki ularning ish staji va daromadlari raqamli bazalarda aks etmagan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ish faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori maosh olgan, ammo oxirgi yillarda maosh keskin tushib ketgan shaxslar ham o'z nafaqalarining qanday hisoblanishini diqqat bilan kuzatishlari kerak. Garchi yangi qoidalar umumiy adolatni ta'minlashga qilgan bo'lsa-da, har bir holat individualdir. Kim o'ziga xavotir olmasligi kerak. Agar sizning ish stajingiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa va daromadlaringiz doimiy ravishda soliq organlariga hisobot berib kelingan bo'lsa, siz uchun katta xavotirga o'rin yo'q. Aksincha, bu o'zgarishlar sizning foydangizga ishlashi mumkin. Chunki hisoblash jarayoni tezlashadi va shaffof bo'ladi. Ayniqsa, faqatgina rasmiy ish joylarida ishlagan va o'z ish stajini har doim nazorat qilib kelgan fuqarolar uchun bu yangiliklar qulaylik yaratadi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Ahmad akaning ish staji bilan bog'liq muammolar. Ahmad aka 62 yoshda. U 1960 yillardan boshlab turli korxonalarda ishlagan. Ammo uning mehnat daftarchasidagi 1990-1995 yillardagi ish joyi haqidagi yozuvlar juda o'qimsiz, ba'zi muhrlar aniq emas. O'sha davrda u G'allaorol paxta tozalash zavodida ishlagan, lekin zavod yillar o'tib tugatilgan. Avvalgi tizimda Ahmad aka arxivlardan ma'lumotnoma izlashga majbur bo'lardi. Bu juda qiyin jarayon edi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotni elektron bazalar orqali aniqlashga harakat qiladi. Agar ma'lumot topilmasa, Ahmad aka yagona milliy mehnat tizimi portalidagi shaxsiy kabinetiga kirib, o'z ish staji haqidagi ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Agar u yerda ham yo'q bo'lsa, unda sudga murojaat qilish orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri keladi. Faraz qilaylik, uning 5 yillik staji tasdiqlanmasa, uning nafaqasi avvalgi taxmin qilingan 10 million so'm o'rniga 25 million so'm bo'lib qolishi mumkin. Ammo agar shu 5 yil staji tasdiqlansa, nafaqa summasi ilk 9 million so'mga chiqishi mumkin. Bu yerda har bir yilning qanchalik muhimligi ko'rinadi. Misol 2. Dilbar opaning daromadlaridagi o'zgarishlar. Dilbar opa 6 yoshda. U faoliyatining boshida 1995-2005 yillar o'qituvchi bo'lib ishlagan va o'rtacha maosh olgan. Keyin 2005-2015 yillarda uy bekasi bo'lgan. So'nggi 5 yil 2021-2002 yillar davomida esa xususiy kompaniyada yuqori maoshli menejer lavozimida faoliyat yuritgan. Avvalgi tizimda uning nafaqasi asosan so'nggi 5 yildagi yuqori maoshiga qarab hisoblanishi mumkin edi. Yangi qoidalar bo'yicha esa uning nafaqasi butun ish faoliyatidagi o'rtacha daromadlar hisobga olinib hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, uning uy bekasi bo'lgan davri hisobga olinmasa ham, o'qituvchilik davridagi pastroq maoshlari ham umumiy o'rtachani pasaytirishi mumkin. Natijada u avval kutgan 2 million so'm o'rniga masalan 9 million so'm nafaqa olishi mumkin. Bu holatda Dilbar opa uchun butun faoliyatidagi o'rtacha daromadni baholash juda muhim. Misol uchun, Farhod akaning ishlaydigan nafaqaxo'r sifatidagi holati. Farhod aka 68 yoshda 2015 yildan buyon nafaqada. Nafaqaga chiqqanidan keyin ham kichik bir firmada buxgalter bo'lib ishlashni davom ettirgan. Avvalgi tizimda agar Farhod aka ishlashni davom ettirsa, uning nafaqasi belgilangan tartibda avtomatik ravishda qayta hisoblanmasdi. Unga qo'shimcha ish staji uchun murojaat qilish kerak bo'lardi. Yangi qoidalarga ko'ra esa ishlaydigan nafaqaxo'rning ish staji va daromadlari avtomatik tarzda yangilanib boradi. Ya'ni har yil yakunida uning to'lagan ijtimoiy soliqlardan kelib chiqib, nafaqasi avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Farhod aka endi buning uchun qo'shimcha ariza yozishi shart emas. Misol uchun, agar u ilgari 6 million so'm nafaqa olgan bo'lsa va 5 yil davomida ishlagan bo'lsa, uning nafaqasi ertasi million so'mga o'sishi mumkin. Chunki uning ish staji va daromadlari avtomatik ravishda hisobga olingan.
Bu ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun katta qulaylikdir. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar juda ko'p narsani o'zgartiradi va har bir kishining individual holati qandaydir ta'sirga uchrashi mumkin. Shuning uchun o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirish va kuzatib borish juda muhimdir. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Hurmatli tomoshabinlar, har qanday yangi qoidalar tizimida bo'lgani kabi, nafaqa tizimidagi o'zgarishlarda ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlar mavjud. Bu bo'limda aynan shu masalalarni chuqur tahlil qilamiz. Istisnolar kimlarga tegishli? Yangi qoidalar umumiy nafaqa hisoblash tartibini o'zgartirsa-da, ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun maxsus qoidalar saqlanib qoladi yoki ularga alohida yondashuv talab etiladi. 1. Harbiy nafaqaxo'rlar Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, DXS va boshqa kuch tuzilmalarining sobiq xodimlari uchun nafaqa tayinlash va hisoblash tartibi alohida qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Yangi umumiy qoidalar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin bu toifadagi fuqarolar ham o'z pensiya xizmatlarining tegishli bo'limlaridan yangi o'zgarishlar haqida ma'lumot olishlari kerak. 2. Nogironlik nafaqasini oluvchilar. I3 guruh nogironlar uchun nafaqa miqdori asosan nogironlik guruhiga va ish qobiliyatini yo'qotish darajasiga bog'liq bo'ladi. Yangi ish staji va daromadni hisoblash qoidalari. Agar ular oldin ishlagan va ish stajiga ega bo'lgan bo'lsalar, ularning nogironlik nafaqasiga qo'shimcha yoki uning miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ularning asosiy nafaqa turi o'zgarmaydi. Uchdi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Bu turdagi nafaqani oluvchilar, masalan, voyaga yetmagan bolalar, keksa ota-onalar uchun nafaqa miqdori asosan vafot etgan boquvchining ish staji va daromadiga bog'liq. Yangi qoidalar vafot etgan shaxsning ish staji va daromadini aniqlashda shaffoflikni oshirishi mumkin. Ammo nafaqa tayinlashning asosiy shartlari o'zgarmaydi. 4. Imtiyozli nafaqaxo'rlar. Qishloq xo'jaligida, yer osti ishlarida, kimyoviy xavfli sharoitlarda ishlaganlar kabi ba'zi kasb egalari muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqiga egadilar. Yangi qoidalar ularning ish stajini hisoblash usulini o'zgartirsa ham, ularning imtiyozli shartlar asosida nafaqaga chiqish huquqiga ta'sir qilmasligi kerak. Ammo bu toifadagi fuqarolar o'zlarining imtiyozlari haqida qo'shimcha ma'lumotlarni pensiya jamg'armasidan olishlari zarur. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Raqamli bazalardagi xatolar, elektron tizimlar mukammal emas. Ba'zida ma'lumotlar o'tishi jarayonida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning ismingiz yoki familiyangizda bir harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, ish stajingizning bir davri tizimda aks etmasligi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining yagona milliy mehnat tizimi (YMMT) portalidagi ma'lumotlarni muntazam tekshirib turishi shart. 2. Qog'oz hujjatlarning ahamiyati. Garchi yangi tizim raqamlashtirishga intilsa-da, 2005 yilgacha bo'lgan ish stajini tasdiqlashda qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Agar raqamli bazalarda ma'lumotlar yo'q bo'lsa, aynan shu hujjatlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularni ehtiyotkorlik bilan saqlashni davom ettiring. O'tish davri har qanday yirik islohotda o'tish davri bo'ladi. Bu davrda eski va yangi qoidalar parallel ravishda amal qilishi yoki ularni tatbiq etishda qandaydir muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasi xodimlari ham yangi tizimga moslashishlari kerak bo'ladi. Sabrli bo'lish va aniq ma'lumotlarni so'rashdan cho'chimaslik muhim. 4. Raqamli savodxonlik. Yangi tizimdan to'liq foydalanish uchun fuqarolardan kamida minimal raqamli savodxonlik talab etiladi. Masalan, Map.gov.uz portaldan foydalanish, elektron raqamli imzo ari olish, shaxsiy kabinetga kirish kabi ko'nikmalar zarur bo'ladi. Agar sizda bunday ko'nikmalar bo'lmasa, yaqinlaringizdan yordam so'rash yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishdan tortinmang. 5. Daromadlar haqidagi ma'lumotlar. Ba'zi fuqarolar norasmiy daromadlarga ega bo'lishlari mumkin edi. Yangi tizimda faqat rasmiy ravishda soliq to'langan daromadlar hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, norasmiy ishlagan davrlaringiz uchun nafaqa hisoblashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Keling, yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Misol 4. Nafsa ayaning nogironlik nafaqasi va ish staji. Nafsa aya 2000 yoshda. 2010 yildan beri I guruh nogironi sifatida nafaqa oladi. Uning nogironlik nafaqasi ish stajiga qarab emas, balki asosan nogironlik guruhiga asoslangan edi. Nafsa aya nogiron bo'lishidan oldin 25 yil ishlagan. Yangi ish stajini hisoblash qoidalari, masalan,
uning ish staji to'liq avtomatlashtirilgan bazalarga kiritilgan bo'lsa, uning nogironlik nafaqasiga qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ya'ni u ikkita nafaqa turidan nogironlik va yoshga doir qaysi biri ko'proq bo'lsa, o'shani tanlash huquqiga ega. Agar uning ish staji bo'yicha nafaqasi nogironlik nafaqasidan yuqoriroq bo'lsa, pensiya jamg'armasi unga avtomatik ravishda bu haqda ma'lumot beradi va tanlash imkonini yaratadi. Ammo agar uning ish staji bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bu avtomatik hisoblash jarayoni to'g'ri ishlamasligi mumkin. Shuning uchun Nafisa aya ham o'zining ish staji ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Misol B. Rustam akaning imtiyozli ish staji. Rustam aka 63 yoshda 1960 yillardan 2000 yillargacha to'kon sanoatida juda og'ir sharoitlarda ishlagan. Uning uchun imtiyozli ish staji hisoblash tartibi amal qilgan. Ya'ni 1 yil ishi 2 yilga tenglashtirilgan. Yangi umumiy qoidalar. Rustam akaning ish stajini raqamli tizimga o'tkazishda uning imtiyozli ish sharoitlarini ham avtomatik tarzda hisobga olish kerak. Bu degani uning to'kon sanoatida o'tkazgan har bir yili tizimda 2 yil deb aks etishi kerak. Ammo bu yerda ba'zi noaniqliklar bo'lishi mumkin. Agar korxona ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilmagan bo'lsa yoki ish sharoitlari haqidagi ma'lumotlar yetarli darajada aniq bo'lmasa, tizim bu imtiyozni to'g'ri tan olmasligi mumkin. Bunday holatda Rustam aka pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z imtiyozli stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, arxivdan olingan ma'lumotnomalar taqdim etishi kerak bo'ladi. Aks holda u o'zining haqiqiy nafaqa miqdoridan kamroq olish xavfi ostida qoladi. Misol 6. Gulnora opaning muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqi. Gulnora opa 25 yoshda. 3 nafar farzandi bor va shuning uchun muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqiga ega. Yangi qoidalar uning muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqini o'zgartirmaydi. Biroq uning ish stajini va daromadlarini hisoblash jarayoni yangi raqamli tizimlar orqali amalga oshiriladi. Avvalgi tizimda u farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarni va boshqa hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak bo'lardi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar avtomatik tarzda DXMlar orqali yagona bazadan olinadi. Lekin agar uning farzandlari chet elda tug'ilgan bo'lsa yoki ma'lumotlar bazada mavjud bo'lmasa, u qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Bu holatda Gulnora opaning nafaqa miqdori uning ish staji va daromadlarining yangi qoidalar bo'yicha qanday hisoblanishiga bog'liq bo'ladi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, garchi tizim raqamlashtirishga intilsa-da, har bir shaxsning o'ziga xos holatlari mavjud bo'lib, ularni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Har doim ma'lumotlarni tekshirish va kerak bo'lganda mutaxassislarga murojaat qilish zarur. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Hurmatli tomoshabinlar, hozir men sizga ushbu yangi qoidalar doirasida qanday harakat qilishingiz kerakligi haqida aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlarga amal qilish sizning nafaqangizni to'g'ri va adolatli hisoblanishini ta'minlashga yordam beradi. 1. O'z ish stajingizni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Eng avvalo My.gov. UZ yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yagona milliy mehnat tizimi (YOMT) portaldagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar sizda ERA elektron raqamli imzo bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan bepul olishingiz mumkin. Nimalarni tekshirish kerak? Shaxsiy kabinetingizda barcha ish stajingiz davrlari, ish joylaringiz, lavozimlaringiz va eng muhimi daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. 2005 yildan keyingi barcha ma'lumotlar deyarli to'liq bo'lishi kerak. 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun esa ba'zi kamchiliklar bo'lishi mumkin. Agar xato topsangiz, agar ish stajingizda yoki daromadlaringizda xatoliklar, noaniqliklar yoki umuman yo'q ma'lumotlar bo'lsa, darhol o'zingizning sobiq ish joyingizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qiling. Ma'lumotlarni tuzatish uchun ariza yozing va tasdiqlovchi hujjatlarni mehnat daftarchasi bo'limlaridan ko'chirmalar, ish haqi ma'lumotnomalari ilova qiling. IKO. Hujjatlaringizni tartibga soling. Mehnat daftarchasi bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biri. Uni asrab-avaylang, yozuvlarning to'g'riligini tekshiring. Daromadlar haqidagi ma'lumotnomalar agar sizda mavjud bo'lsa, ularni saqlang. Ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlarga oid daromad ma'lumotnomalari raqamli bazalarda topilmasa, ular juda muhim rol o'ynashi mumkin. Diplomlar, guvohnomalar, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim muassasalarida
o'qigan davringiz ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Bu hujjatlarni ham tartibga soling. Harbiy guvohnoma, agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, harbiy guvohnomangizni ham tayyorlab qo'ying. Chunki harbiy xizmat davri ham ish stajiga kiradi. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qachon? Agar sizning yoshingiz nafaqaga chiqish yoshiga yaqinlashgan bo'lsa, 1 yil qolganda yoki yuqoridagi amallarni bajarib, o'z ma'lumotlaringizda jiddiy kamchiliklar topsangiz, bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Nimalarni so'rash kerak? O'z ish stajingiz va daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishni, yangi qoidalar bo'yicha sizning nafaqangiz qanday hisoblanishini va buning uchun qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishini so'rang. U yerda sizga shaxsiy konsultatsiya berishlari shart. Ariza yozish. Agar biron bir ma'lumotni tuzatish yoki qo'shimcha stajni hisobga olish kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi orqali tegishli ariza yozing. Arizada aniq murojaat sababini, shaxsiy ma'lumotlaringizni va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Har bir arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qolishni unutmang. 4. Raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing. MyTekUz portali. Nafaqaga oid ko'plab xizmatlarni, masalan, nafaqa miqdorini aniqlash, ish staji to'g'risidagi ma'lumotlarni olish onlayn tarzda olishingiz mumkin. Bu portal orqali nafaqaga hujjat topshirish ham mumkin. Elektron raqamli imzo. Bu sizning onlayn hujjatlarga imzo chekish va shaxsiy ma'lumotlaringizga xavfsiz kirish uchun juda muhim vosita. Uni olishni o'rganing. 5. Proaktiv bo'ling. Kutib o'tirmang. O'zgarishlar allaqachon kuchga kirgan. Shuning uchun nafaqaga chiqishingizga hali ancha vaqt bo'lsa ham, bugundan boshlab o'z ma'lumotlaringizni tartibga solishni boshlang. Oldindan tayyorgarlik ko'rish. Keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab boring. Agar siz ishlaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz, har bir ish joyingizda rasmiy shartnoma bilan ishlashga harakat qiling va har oy ijtimoiy ajratmalar to'lanayotganligiga ishonch hosil qiling. Bu sizning nafaqangizning avtomatik ravishda qayta hisoblanishini ta'minlaydi. Bu maslahatlarga rioya qilish sizning nafaqangizni adolatli va muammosiz olishingizga yordam beradi. Unutmang, endilikda sizning nafaqangizni hisoblashda sizning faolligingiz juda katta ahamiyatga ega. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan yangi qoidalar haqida atroflicha suhbatlashdik. Ko'rib turganingizdek, bu o'zgarishlar nafaqa tizimini ancha shaffof, avtomatlashtirilgan va adolatli qilishga qaratilgan. Raqamlashtirish, ish staji va daromadlarni hisoblash metodologiyasining yangilanishi bularning barcha sizning moliyaviy kelajagingizga bevosita ta'sir qiladi. Eng muhim xulosa shuki, endilikda har bir nafaqaxo'r yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqaro o'zining shaxsiy ma'lumotlariga, ish stajiga va daromadlariga e'tiborli bo'lishi shart. Yangi tizimda faollik va ma'lumotdorlik katta ahamiyat kasb etadi. O'z ish stajingizni tekshirish, hujjatlaringizni tartibga solish va kerak bo'lganda mutaxassislarga murojaat qilish bu sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng samarali yo'lidir. Esingizda bo'lsin, hukumatning maqsadi nafaqa tizimini takomillashtirish va uni fuqarolar uchun qulayroq qilish. Bu o'zgarishlar faqatgina muammolar emas, balki yangi imkoniyatlar ham yaratadi. Ayniqsa ilgari ish staji yoki daromadlarni to'g'ri hisoblashda qiyinchiliklarga duch kelganlar uchun. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim. Shuningdek, ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda motivatsiya beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo ogoh bo'ling.